Oqsoqol, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Anchadan beri ko'rishmaymiz. Yaxshi, bugun uyda bo'lganim. Sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Ha, men ham shuni aytmoqchi edim. 1-2 marta yoningizga kelgandim. Bu mahallada ko'rinmay qoldingiz. Mana yon qo'shningiz Asadulla akam to'y qildilar, ko'rinmadingiz. Xabarim bor, Mahallada. Lekin ertalab ketaman. Kechki payt allamahal kelaman. Uzr endi, shu mahallaga ham qo'shila olmayapman. Endi bilasiz-ku. Albatta, sizlarning oilanglar eskidan ziyoli, o'qimishli oila. Men bir maslahat bilan yoningizga kelgandim. Shu o'g'lingizni qadam bosishi sal o'zgarib qolganda ozgina. Shuni tarbiyasiga ozgina qarash kerakmidi deyman. So'ragan aybi yo'q. U bu kim bilan urishdimi yoki u bu kimni xafa qildimi? Nimadir bo'ldimi? Ochiqroq gapiring. O'g'lingizni yurish-turishlari o'zgargan. Mahalladagilarni bilasiz, hammasini taniyman. Shu begona bolalar bilan ko'p aloqada, muloqotda bo'lyapti. Maktabimizni orqa oynasi bizani mahallani boshiga qaragan. Faqat shu bolalaringiz birovlar bilan orqaga chiqib, devorni tagiga bir nimalarni berkitib, bir nimalarni olib qochib, bolalar bilan yurishibdi, nimadirlar bilan shug'ullanib. Oqsoqol, to'g'risini aytsam, hozir menga ham oson tutmang. Endi bilasiz, opam ham biz bilan birga yashaydi. Opam ham, men ham ertalab ketamiz, kechki payt kelamiz. Rahmatli ayolimdan keyin bolalarim ham ancha qiynalib qoldi. Mayli. O'g'lim kelsinchi. Bir oldimga olib gaplashib qo'yaman. Yaxshiyam, shu Jamila opangiz bor. Ko'p qarasam maktabdan, mahalladan bolalaringizni yetaklab birga olib ketganini ko'raman. Lekin opangiz ham har doim vaqt ajrata olmaydi-da bolalaringizga. Ishda bo'ladi, bilaman, ziyoli oilasizlar. Keyin bir gapni aytay deyman-u. Shu sizga ayta olmayapman-da. Nima gap? Tinchlikmi? Shu bolalaringizga ona kerak bo'ladimi deyman-da. Oqsoqol. Men ayolimni juda ham yaxshi ko'rardim. Lekin Allohning irodasi ekan, bu dunyodan bevaqt ketdi. Bolalarimga ham ona, ham ota bo'lyapman. Endi boshqa ayol farzandlarimning onasi bo'la olmaydi. Ha, buni to'g'ri tushunaman, lekin kelinim mahallada namunali kelin bo'lgan edi. Shu kelinga o'xshagan bir tarbiyali, odobli, bolam chaqam deydiganidan, mana Jamila opangizga aytsangiz, o'zlari topadilar, ishxonadanmi, qayerdandir. Shuni bir aytmoqchi edim sizga. Mayli. Meni o'ylabsiz, rahmat. Bu masala bo'yicha keyin bir gaplashib olamiz. Kelganingiz yaxshi bo'pti. Men ham uyda bugun o'zimman. Bir do'ppidekkina bir osh qilsam. Rahmat. Maza qilib ikkalamiz yesak. Aytishadi-ku, 7 qo'shni bir ota-ona deb. Mahalladagi hammani bolasi bolam hisoblanadi. Shuni masalasi bo'yicha kelgandim. Menga ham ruxsat. Men ham ishimga bora qolay. Bo'pti, mayli. Qani ilohi, amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yaxshi to'ylar bo'lsin. Amin. Amin. Choydan ol. Opa tinchlikmidi, chaqirtirgan ekansiz, men ham kechasi bilan ishda edim. O'shanga ozgina kechikdim. Ishimni topshirib kelyapman-da. Uxlamovdim hali. Shunga noto'g'ri tushunmaysiz. Ukam, bekordan bekorga seni chaqirtirganim yo'q. Mana, seni jiyaning bor.
Bir narsani maslahatlashmoqchi edim sen bilan. Xo'p, nima? Agar sen jiyanlaring qarshi bo'lmasa, akangni uylantirsak. Amma bizga ona kerak emas. Sanjim o'tir. Keyin gapirasan, qizim. Shunga nima deysan, ukam? Hozir akangga ham osonmas. Bularni issiq sovuqdan xabardor bo'ladigan, tarbiyasidan xabardor bo'ladigan odam kerak. Opa, demak, akamni uylantirish kerak deb hisoblayapsiz, a? Akamni uylantirsak, u yaxshi bo'lardi. Bolalariga, o'ziga bunaqa yuravermaydilar-ku, to'g'rimi? Lekin hozir kunda bir yaxshi ayolni topish, bir yaxshi qizni topish qiyin-da. Qanaqa uylantiramiz? Bolani qanaqa qabul qiladi? Ha, menda bor. Birga ishlaydiganim. Kim ekan u? Yonimda o'tiradi. Gulnora, ko'rgansan-u? Opam agar o'sha men bilgan qizni aytayotgan bo'lsalar, lekin u menga juda ham yoqmagandi. Ha, jim bo'lib qolding. Opa, birinchi navbatda bolalarga ona kerak. Yana bir o'ylab ko'raylik. Shoshmaganimiz ma'qulmi deyman-da. Javohir aka, menga ham bitta o'zimga mana shu uyda yashash oson emas. Mana ayolingizni hamma ma'rakalari o'tdi. Ma'rakalari o'tsa bolalarim bilan tanishtiraman degandingiz. Qachon meni uyingizga olib ketasiz? Ustiga ustak ijarada tursam. Ijarada turgan bo'lsang, hamma pullaringni to'lab turibman-ku. To'g'ri, pullarni to'layapsiz. Lekin men har doim yonimda bo'lishingizni xohlayman. Bitta o'zim qolib ketyapman. Endi meni ham to'g'ri tushun. To'g'ri, ayolimni hamma ma'rakalarni o'tkazaman. Ana undan keyin bolalarim bilan tanishtiraman degandim. Men bolalarimga qanaqa aytishni bilmay o'tiribman. Nimaga? Bolalaringizdan qo'rqasizmi? Agar Nega qo'rqaman? Qo'rqmayman. qo'rqadigan bo'lsangiz yoki qanaqa aytishni bilmayotgan bo'lsangiz, mayli. Sen xafa bo'lmagin. Aytmoqchi. Bugun oqsoqol uyimizga chiqib qoldi. Shu ozgina o'g'limni yurish-turishi sal o'zgarib qolgan ekan, shunga ozgina tanbeh berib ketdi. Keyin lekin bitta gapi menga juda ham yoqib tushdi. Qaysi gap? Endi sizga ham oson emas. Boshingizda ayolingiz yo'q. Bolalaringizga ona kerak deb qoldi. Boshida men ham aytdim, oqsoqol. Boshqa ona farzandlarimga onalik qila olmaydi. Yo'q, men uylanmayman deb turib oldim. Nega? Menga ishonmaysizmi? Yo'q, endi baribir ham sal bo'lsa ham endi uylanaman deb aniq qilib qo'yish kerak emas-ku, to'g'rimi? Ha. Uylanmayman deb sal o'zimni olib qochdim-da. Lekin shu oqsoqolli gapi menga juda ham turtki bo'ldi. Yo'qmay qolsin. Ertaga misol uchun seni olib boradigan bo'lsam uyga, opamga ham aytish oson bo'ladi. Qolaversa, farzandlarimga ham aytish oson bo'ladi. Mana oqsoqol tavsiya qildi, boshqa qildi deb oqsoqolni shundoq o'zini ko'rsatib qo'yaveraman. Undan xavotir olma. Xudo xolasa yoki bugun yoki ertaga olib ketaman.
Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, opajon bilmaydi, siz bilan men gaplashib yurishimizni. Yo, bilmaydilar. Anavi shu gapingga bitta narsa esimga tushib ketdi. Anavi boru mahallada dudu gap. Ha, Kelin qochib ketdi degandan keyin shu qator turgan qizlardan birini tanlagin deganda o'sha paytda seni tanlardim. Bo'ladimi? sekin mundoq qilib meni ko'rsatib qo'yasizmi? Shunaqa qilib qo'yaman. Kelishdik, a? Bo'ldi. Bo'pti, asalim. Bo'lmasam, sen kiyimlaringni yig'ishtirib tayyor bo'lib turgin. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tir. Xo'p bo'ladi. Yaxshi boring. Xo'p. Gulnora, Labbiy opa, mana bu hisobotni bugun topshirishimiz kerak. xo'p Mana. bo'ladi. Bering. Hozir qarab chiqaman. Kechagi hisobotdan tayyor bo'lganmidi? Ha, tayyor qilib qo'ygandim. Hozir men sizga tashlab yuboraman. Ha, tezroq bitirib bersangiz rahbarga topshirardim. Xo'p bo'ladi opa, hozir. Hay. Ha, Gulnora, aytmoqchi. Eshitaman. Ha, sizga bir gap aytmoqchi edim. Nima gap ekan? Endi ancha yildan beri birga ishlaymiz. Opa-singildek bo'lib ketganmiz. Yanayam opa-singillik rishtasini bog'lasak. Qaynagachi kelin bo'lsak. Kelin qilmoqchimisiz? Kimga? Bilasiz, meni ukamni ayoli o'tib qolgan. Ukamni bolalariga ona kerak. Ukamga esa ayol kerak. Opa, qo'ysangiz-chi. Qiziq gaplarni gapirasiz-a? Men jiyanlaringizga onalik qila olmayman, opa. Xudo xohlasa qilasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'ying, shu paytgacha opa-singil bo'lganmiz. Opa-singil bo'lib qola qolaylik. Yo'q deyman, Gulnora. Mayli, Jamila opa. Bir o'ylab ko'ring-chi. Ha, yaxshi bo'lardi, singlim. Ha, mayli. O'ylab ko'ring. Unda men o'zim sizga telefon qilaman. Xo'p, yana gaplashamiz. Keling, yaxshisi Gulnora, bugun ukamni chaqirsam, u bilan bitta ko'rishing. Balkim yoqib qolar, ukam. Mayli. Opamsiz-ku, nima desangiz shu. Ha, mayli. Ha. Unda men haliroq ukamni chaqirtiraman. Ungacha siz hisobotlarni tayyorlavering. Mayli opa, men ishlarimni qila qolay unda. Ha, Gulnora, charchamayapsizmi? Keling, Jamila opa. Ha, ukam Javohirni chaqirib qo'ygandim. Voy, Jamila opa. O'zimga ham qara olmagan ekanman. Aytib qo'ymabsiz-da. Voy, juda chiroylisiz. Bo'ladi. Javohir? Hay, Javohir. Ke ukam. Mana ukam. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Nima Javohir? Tanishib oling. Bir-biringlar bilan yaqinroq tanishib olinglar. Xo'p. Bo'shashma. Bo'shashma. Xo'p. Xo'p, boring. Keling, o'tiring. Endi opamni bilasiz-ku. Qalay? Rejam zo'rmi? Yomon emas. O'ylab topgan rejangiz. Nuqul qarasa, bolalaringizdan qo'rqasizmi? Opangizdan qo'rqasizmi? Mana olib borishga deb. Ey, agar mana shu reja bo'lmaganda, seni shundoq olib borsam, keyin bolalarim ham, opam ham, ukam ham talab qo'yishardi. Amana, opam o'rtaga tushib, seni borishingga yo'l ochib beryapti. Voy, Javohir aka. Siz hali Jamila opaga biz haqimizni aytganmidingiz? Jamila payzi, jonginam. Mana emas. Jamila opa meni ko'ndirmoqchi. Lekin biz bir-birimiz bilan uchrashib yurganimizni hali hech kim bilmaydi. Yana og'zingdan lop etib chiqib qolmasin, xo'pmi? Xo'p.
Hali Jamila opamni xabarlari yo'qmi? Unaqa gap kerak emas. Jamila opa, bu bizani qurolimiz. Shu qurol bilan to'g'ri urush maydoniga kirib boramiz. Bo'lmasam-chi, men opamga qo'ying opa. Shu bolalarimga ona kerak emas. Shu nima qilasiz? Baribir ham ona boladay bo'la olmaydi deb sal o'zimni olib qochaman, xo'pmi? Ana undan keyin opam yanada ham menga yo'q, ukam, bolalaringga ona kerak deb xolajonimga qo'ymagandan keyin bo'pti. Mayli. Olib boramiz deb aytaman. Kelishdik-a? Ha, Javohir, gaplashib oldinglarmi? Ha, gaplashib oldik. Xo'sh, nima deysan, ukam? Oppa, ko'zingchi. Bo'pti, keyin gaplashamiz uyda. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi Mayli, boring. hop. Ha, mayli, yaxshi bor. Gulnora, ma'qul keldimi, singlim? Opa, bir o'ylab ko'raylik. Mana ko'rdingiz, ukam qanaqa yaxshi bola. Qo'yni og'zidan cho'p olmagan. Juda mehnatkash. Ko'ryapsiz, har doim ish bilan yuradi. Mayli, Gulnora, men ham ishlarimni qilay. Ertaga hisobotni topshirishim kerak. Siz ham yaxshilab o'ylab ko'ring. Xo'p, Xo'p, opa. singlim? Xo'p. Kechgacha tayyor qilib qo'ying. Mayli. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Qo'y og'zidan cho'p olmaganmish. Kerak bo'lsa ukang shaytonga ham dars beradi-ku. Jasmina, oshxonada ovqatlanibsan, choy ichibsan. Nimaga idishda og'larni yuvmading? Men senlarga xizmatkormasman. Kimsiz unda? Men seni onangman. Men sizni onam deb qabul qilmaganman hali. Siz menga hech kimsiz. Menga qara. Menga jirillamagin. Oling qo'lingizni. Dadam kesilib aytib beraman men sizni. Oy, dadang bilanam. Ammang bilanam. Amaking bilanam. Qo'rqita olmaysan meni. Bir deganda yo'q qilib boraman. Meni hali kimligimni bilmas ekansan. Tur o'rningdan. Xo'p dedim-ku. Bor. Yaxshilab yuv. Dog'lari qolmasin. Yaxshilab yuv. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Aytmoqchi. Mayli, dadasi, yaxshi borib keling. Sa'dulla, sen bugun uy to'lovlarini to'lab qo'ygin, xo'pmi? Hop. Yana gaz svet o'chib qolmasin. Xo'pmi? Men Haligi ro'zg'or degandek. ro'zg'orni o'zim qilib kelaman, bolam. Hop. Qizim, onang bilan o'tirib, bir chiroyli ovqat qilarsizlar, Nima ovqat qilib qo'yaylik? osh qilib qo'ying. Bo'ldi, xo'p. Qizim bilan yaxshilab ovqat tayyorlaymiz. Asal. Onangga qarashib o'tirgin, xo'pmi? Menga pul bermaysizmi? Nimaga? Ko'ylak olib beraman degandingiz-ku. Ko'ylaklaring ko'p-ku. U ko'ylaklarimni hammasini o'rtoqlarim ko'rib bo'ldi-da, ertaga o'tirishga zo'r ko'ylak ko'rib qo'yuvdim. Xo'p, bo'ldi. Keyingi hafta olib beraman. Xo'pmi? Faqat bu hafta mendan pul so'ramagin. Bo'ptimi? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Ha? Nimaga sen xo'mrayib turibsan? Yo'q, o'zim shunchaki. Ha, bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib keling. Voy. Bering buni, svetga to'lashim kerak. Bu pul menga kerak. Dadangga pulni yo'qotib qo'ydim deysanmi? Tushirib qo'ydim deysanmi? Lekin men olganimni aytsang, mendan yaxshilik kutmagin. Voy. Bering buni, svetga to'lashim kerak. Svet pulini dadangni o'zlari to'laydilar. Voy, hozir buni to'lamasam gaz yoki svet o'chib qolsa nima bo'ladi? O'chib qolsa ham dadang borlar, to'lab boradilar. Opa, siz unaqa demang. Bor, menga aqllilik qilmagin. Borib ishingni qil.
Alo. Ozoq, qalaysan, yaxshimisan? Kecha ko'rgan ko'ylagim bor edi-ku, Rossiyam yoqdi degandim. O'shani meni uyimga olib kelib bera olasanmi? Bilasan-ku, pul topish menga muammo emas. Puling tayyor. Olib kelsang bo'ldi. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamadingizmi? Ha, rahmat. Ha? Tinchlikmi bu? Chiroq yo'qmi uyda? Bilmadim, chiroq o'chib qopti. Sadulla? Sadi? Labi adajon. Salom qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bolam. Tinchlikmi? Nima chiroq o'chib qoldi? Bilmadim adajon. Bu uy to'lovlarini to'ladingmi? Ha? Gapir. Pulni yo'qotib qo'ydim. Nima? Sen jinnimisan, ha? Jinnimisan, ha? Urmang bolani. Nega pul yo'qotib qo'yasan? Dadasi. Qachaysan? Ha? Men pul yo'qotib qo'yasan? Urmasangiz-chi bolani? Yoshlik qilgandir, nega urasiz? Ahmoq. Katta bola pul yo'qotib qo'yadi. Mana shu ishingiz noto'g'rida, opa. Nima deyapsan? Jahlim chiqib ketyapti o'zi. O'sha qiz borib menga yoqmadi desam, yana senga yoqmasa akangga yoqadi deb ustimdan kuluvdingiz. Jiyanlarga har kuni ozor berayotgan ekan. Siz shundan xabaringiz bormi o'zi? Har kuni kelib ovqat qilib ketyapsiz. Ana o'qisa bo'lmaydimi o'zi? Ukam. Bu jiyanlaringni o'ziga yoqmagan. Shuna qilib tuhmat qilishayotgandir, qattan bilamiz. Yashaydigan jiyanlar-ku. Menga qarang, agar yana bir marta agar dilini og'ritib qiynaganini agar sezsam, sizni ham, uni ham bor, nima qilsam qilaman. Esingizdan chiqmasin. Men sizga aytdim bo'lmasa. Bo'ldi qilgin ukam, asabiylashurma. Balkim bu yolg'ondir. Boshqa qiz quriganmidi shu akamga olib berishga? Iloyim yolg'on bo'lsin. Siz bolalar bilan bir gaplashdingizmi? Esingizdan chiqmasin, opa. Yetimni ko'z yoshi 7 daryoni quritadi deyishgan. Mayli. Hali o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Keyin nima qilib qo'yganingizni tushunasiz. Kelin mana bu yerda ovqat qilavermasdan qildiring ana unga. O'tirib gaplashing. Bolalardan bir og'iz so'radingizmi? Opa, men sizga oxirgi gapim. Yoki ana uningizni yo'lga soling. Yoki mana bu uydan yo'qoting. Topamiz undan yaxshisini. Nima? Ha, nima qilamiz? Ahvolini qarang ana uningizni. O'zi ko'nglim sezuvdi o'shanda bor-ku. Balkim ukam yolg'ondir bu narsalar. Lekin Gulnora yaxshi. Bo'ldi endi. Bilib turibsiz-ku nima? Siz u bilan u narsa. Har kuni yonimda bo'lsa. Siz nima u yeb qo'ygan joyingiz bormi undan? Uni tarafini olyapsiz? Yonimda bo'lsa. Qayerda yoningizda? Yoningizda bor odamning gapini gapirmayapsiz-ku. Men bilib turibman shular bilan birga yashamay. Siz har kuni 2-3 marta kelib, ovqatini qilib non tuz berganingizni ko'ryapman. Buni ko'rdimmi? Biron marta mana bu yerda uy tozalayotganini, ovqat qilayotganini, bir kiyimlarni akamga qarayotganini o'zingiz qilyapsiz-ku. Ana bugun ham ovqat qilib beryapsiz. Bo'ldi-da, endi chegarasi bor-ku, opa. Bo'ldi, qo'yingda chaqirgan o'ningizni. Uni nimaga akamga xotin qilib olib berdik bo'lmasa? Gulnora. O'rgildim.
Hoy Gulnora! Shunchalik jiyanlarimga ozor beryaptimi? Men undan kutmayman. U ayol unaqa emas. Balki ukamning gapi rostdir. Nima bo'lganini yaratganni o'zi biladi. Ish qilib unday bo'lmasin-da. Ha, opa, endi nima qilamiz? Bilmadim ukam. Boshim qotib qoldi meni ham. Opa, yaxshisi dadam o'zlariga aytsak. Adam ishonmaydilar. Faqat bizga ishonadigan inson amakimlar yoki mahalla oqsoqoli. Opa, unda yaxshisi keling unda mahalla oqsoqolgida qolaylik. Bilmadim ukam. Mahalla oqsoqoliga aytsak, uyimizdagi muammo mahallaga yoyilib ketmasmikan? Bo'lmasam, shunaqa o'tiraveramizmi? Mayli ukam. Oqsoqolga aytaveramiz. Bir chorasini ko'rar. Yuring unda opa, ayta qolamiz. Ketdik. Odam shoshib turgan paytda oqsoqolam nimaga chaqiradi, ha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Chaqirtirgan ekansiz. Ha, xabaringiz bormi? Bolalaringiz onasidan shikoyat qilib kelganidan. Nima? Nega onasidan shikoyat qilib keladi? Ayolingiz bolalaringizni urarkan, turtkilarkan. Endi menga qarang, oqsoqol. Siz menga uylaning. Bolalaringizga ona kerak. Issiq sovuqingizdan xabar oladigan ayol kerak degandingiz. Deganmidingiz? Aytgandim. Degandingiz. Uylandim. Endi ayolim kun beryaptimi, bermayaptimi? Unisini bilmadim-u. Lekin boshida shu ayolni olib kelganimda meni farzandlarim duo qilmagan. Balkim sizga yolg'on gapirishayotgandir, tuhmat qilishayotgandir. Iloyim tuhmat bo'lgan bo'lsin. Aks holda men bunga qarab tura olmayman. Aytishadi-ku, bu gapni oldingi safar ham aytganman. Bitta bolaga 7 ta mahalla ota-ona deb. Oqsoqol, o'zingizdan ko'p ham ketavermang. Xo'pmi? Meni kimligimni bilasiz, ha? Bir deganda shu egallab o'tirgan lavozimingizdan uchirib yuboralaman. Boshqa meni bezovta qilmang. Men sizga o'xshab bekorchi emasman. Essiz. Gulday oila. Ada, siz oyim yaxshi ko'rganmisiz? Nega buni so'rayapsan? O'zi oyim kasal bo'lmagan vaqtda oyim yaxshi ko'rardingiz. Kasal bo'lganlarida yaxshi ko'rmay qolgandingiz. Qizim, oyingni
Sog'ligida ham, kasalligida ham yaxshi ko'rganman. Agar yaxshi ko'rganingizda bizani xorlab qo'ymasdingiz. Xo'sh. Kim sizlarni xorlab qo'yapti? Ha? Gapiringlar. Kim xorlab qo'yapti? Menmi? Anu, yaxshi ko'rgan xotiningiz. Qizim. Sizlarni to'g'ri tushunaman. Begona onani qabul qila olmayapsizlar. Lekin shu ayolga yaxshi gapirib, oyijon desanglar, bu ayolda ham sizlarga bo'lgan mehr uyg'onadi. Senga ham tegishli o'g'lim. Siz uni bilmaysiz. Siz ishga ketganingizdan keyin qanaqaligini. U ayol ahmoq. Senlar aqllisanlar, a? Agar mana shu ayol haqida bir og'iz menga yomonlasalaring, mendan yaxshilik kutmalaring. Tushundilaringmi? Xo'p. Gulnora. Ertalab tadbirim bor. Shunga oq ko'ylagimni yuvib qo'yganmisan? Nimaga men yuvishim kerak? Ana, uyda qizingiz bor. Ayting, yuvib qo'yadi. Sanchi? Sen nima qilyapsan? A? Kun bo'yi uydasan-ku? Yuvib qo'yish qiyinmi? Nima? Kuni bilan uyda o'tirganim yoqmayaptimi sizga? Xohlasangiz, ishga chiqib ketaman. Ha, Javohir aka. Ertaga o'rtog'ingizni o'g'lini to'yi, borasizmi? Sardor to'yga aytib ketdimi? Ha? Ertaga sana. Taklifnomalar tashab ketgan. Ertaga 14, ha. Osh beraman deb yurgandi. Ha, boraman. Haliga kostyum shumimni, oq ko'ylagimni dazmollab qo'yganmisan? Oq ko'ylagingizni ham dazmollaganman, kostyum shumingizni ham. Hammasini dazmolladim. Boringga shukr xotin, boringga shukr. Mana shunaqa do'mbillab, so'mbillab yuravergin. Kim ko'hli, do'mboq ko'hli, ha? To'ppa-to'g'ri. Oling. Aytishadi-yu, nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan deb. Onasi seni juda ham qadring bilinyapti. Qaniydi. Shuni barchasi tush bo'lsa. Tush bo'lsa-yu hammasi ortga qaytsa, yana meni yonimda bo'lsa eding. Lekin buni iloji yo'q-da. Allohim, o'zing sabr ber. Mayli. Yaxshi o'tirgin. O'zingni ko'p urintiravermagin. Javohir aka. Ketmang bugun ishga. Gulyora, o'zi bir hafta uyda bo'ldim. Endi bugun bormasam bo'lmaydi. Sizni ishga yuborgim kelmayapti. Ozgina sabr qilgin. Yaqin kunlarda ta'tilga ham chiqaman. Keyin birgalashib tog'ga borib aylanib kelamiz. O'zingiz uchun ham dam olishga vaqt ajratsangiz bo'lardi. Ajrataman. Bo'pti. Mayli. Men bora qolay. Javohir aka. Oldingi oyda olgan
Dorilarimiz tugadi. Oyjonim olib beruvdilar-ku. Uyalyapman yana aytishga. Gulyora. Menga qara. Endi nima desam ekan? Shuncha yildan beri dori olib berib keldim. Ichmagan doring qolmadi. Lekin buni boshqa odam ichganda ham tuzalib ketgan bo'lardi. Lekin seni tuzalishingdan natija yo'q. Nima qilasan o'zingni o'zing qiynab? Bu iching to'la dorixona bo'lib ketdi-yu. Endi faqat hammasi Xudodan so'ragin. Mayli, dori olib bermasangiz ham biroz yonimda bo'ling. Yosh bolaga o'xshamagin. Xo'pmi? Senga aytyapman-ku. Yaqinda ta'tilga chiqaman, keyin oldingda bo'laman deb. Ortirsam olib kelaman, bo'lmasam yo'q. Orqamdan kuzatib o'tirma. Ha, Javohir aka. Nima ovqat qilib qo'yay bugun? Xohlagan ovqatinglarni yeyaveringlar. Men ko'chada ovqatlanib kelaman. Bo'pti. Opa, chaqirtirgan ekansiz. Tinchlikmi? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Singlim, qizingizni o'zimni qizimdek ko'raman. Ha, ancha yildan beri birga ishlaymiz. Hozir ham birga ishlab kelyapmiz. Qizingizni yaxshi ko'rganim uchun kelin qildim. Bilasiz buni. Ikkita yetim jiyanim bor. Shularga bor mehrini bersin. Ular ham oyi desin deb kelin qildim. Qizingiz ham bolam desin, deydimi desam. Lekin aksi bo'lib chiqyapti. Qizingiz jiyanlarimga kun bermayapti ekan. Lekin men ko'zlarim bilan ko'rganim yo'q. Mahalla-ko'y odamlar ko'ryapti. Ukam ham menga kelib jahl qilib ketyapti. Hattoki ukam ham menga kelib jahl qilib ketdi. Singlim, bunaqada ukamni turmushlari buzilib ketadi. Singlim, sizga bir gap aytaman. Faqat mendan xafa bo'lmang. Qizingizni birinchi turmushi farzandsizlikdan ajrashib ketganmi? Ha. Nima edi? Buni nima ahamiyati bor? Ahamiyati bor. Farzand ko'rmagan ona bolajon bo'lib qolishi kerak. Har bitta farzandni o'zini bolasidek ko'rish kerak. Lekin qizingiz bu ishni qilmayapti. Sizdan iltimos. Qizingizni to'g'ri yo'lga boshlang. Balki qizingiz bor mehrini jiyanlarimga bersa, jiyanlarim ham o'zgarar. Ona der. Gap bu yoqda deng. Men tushunmabman.
Uzr opajon. Farzandni dunyoga keltirasiz-u, o'g'ilmi, qizmi? Tezroq katta bo'lsin derkansiz-u. Lekin tashvishi ham katta bo'lar ekan. To'g'ri aytasiz. Mayli opa. Siz xavotir olmang. Men qizim bilan shu bugunoq gaplashib olaman. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz kirib dam olursiz Ya. bo'lardi. Nimaga dam olaman? Tezroq pishirsak, tezroq maza qilib ovqatlanamiz. Keyin Ha, mayli. qo'lingga ehtiyot bo'lgin, kesib Xo'p, olmagin. siz ham ehtiyot bo'ling. Lekin kartoshka ham senga o'xshab ketar ekan. Dumaloqligini qara. Sizga ham o'xshaydi, qarang. Yo'q. Menga o'xshash mumkin emas. Agar menga o'xshash uchun buni o'rtasidan bo'lish kerak. Agar o'rtasidan bo'lmasa senga Shunda siz o'xshaydi. meni semizsan deyapsizmi? Yo'q, nimaga semiz deyman? Kim ko'hli, dumba ko'hli. To'g'ri. Hmm? Inson o'z qo'llari bilan baxtini yaratar ekan. Lekin ba'zi bir insonlar mana shu qo'llari bilan o'z baxtini badnom qilar ekan. Gulnora, sen o'ylaysanki erim bilmaydi, ko'rmaydi deb o'ylasang kerak. Lekin ukam aytganda, oqsoqol aytganda, mahalla kuy gapirganda ishonmagandim. Yo'q. Gulnorani qo'lidan bunaqa ish kelmaydi. U bolani juda ham yaxshi ko'radi deb o'ylagandim. Bir kun kelsam, bolalarimga qanaqa zulmingni o'tkazayotganingni ko'rib, juda ham qattiq xafa bo'ldim. Lekin sendan kutmagandim. Odamlar bor, tirnoqqa zor. Axir mana shu farzandlarimga sen ham onalik mehrini bera olmasang ham, o'z mehringni berganingda mana shu farzandlarim ham senga mehrini bergan bo'lardi. Lekin sen zolimligingni qilding. Ilonga 10 yil asal bersang ham bir kun zahar qusadi deyishgan. Endi senga bu uyda joy yo'q. Ket. Javohir aka. To'g'ri. Xato qildim. Bolalaringizga onalik qila olmadim. Yomon muomalada bo'ldim. Lekin hammasini tushundim. Bolalaringizga onalik qilmoqchiman. Mehrimni bermoqchiman. Menga yana bir marta imkon bering. Yo'q. Imkonni men emas. Mana shu norasida go'daklar bersin. Agar shular rozi bo'lsa qolasan, bo'lmasam yo'q. Mayli, mendan rozi bo'linglar. Oyijon, Nima? Oyijon dedingmi? Ha? Siz bizani onamizsiz? Bolajonim. O'g'lim, kechiringlar meni iltimos. Kechiringlar.